Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz o'quvchilar, salomatmisizlar? Bugun sizlar bilan Miftahul Arabiyya A1 gapirish va eshitish ikkinchi bo'lim birinchi dars haqida gaplashamiz. Demak, bismillah boshladik. Al-wahdatu thaniya. Ikkinchi bo'lim muhtaviyatul wahda. Wahdamiz o'z ichiga olganki, fis-sof, sinfda. Ashya'u fis-sof. Sinfdagi narsalar. Madha ma'ak? Senda nima bor? Liman haza? Bu kimniki? Ikkinchisi madha tadrus? Nima o'qiyapsan? Nima dars qilyapsan? Lughatus sof va ta'limiyatuhu. Ya'ni bu degani sinfdagi til ko'rsatmalari, ad-dirosatul jami'iyyatu, universitetdagi ta'lim. في هذه الوحدة سوف تكون قادرا على أن bu vahdada qodir bo'lamizki, ala an deyilganda mana bu pastidagi barcha narsalarga. Hozir o'qib chiqamiz nimaga qodir bo'lishimizni, shunda bilib olamiz. Tadhkurul ashya al mavjuda fi sof, sinfdagi bor narsalarni eslash, ya'ni zikr qilish, gapirish. Tadhkur madha ma'ak min ashya, ya'ni narsalardan senda nima borligini aytish. Tas'al an malikiyatul ashya, mulkiyatul ashya, narsani egasini so'rashni o'rganamiz. Ya'ni bu kimniki? Liman haza, shu kabi. Tazkur madha tadrus, nimani dars qilganimizda. Tazkur makana dirasatika, dars qilish makonini. Tazkur sanataka dirasiya, ya'ni o'quv yili bu. Sanataka dirasiya. Bu nima degani? Bu o'qish bosqichimiz. Maktab sinflari bo'lsa 1-2, 11-gacha, universitet bo'ladigan bo'lsa 1, 2, 3, 4 kurslar, shu kabi bosqichlarni aytishni. Demak, ad-dirosatu dars. Fis-sof sinfda. Al-mufradat birliklar. Istami' ila kalimatil atiyati thumma karrir. Quyidagi kalimalarni eshiting, so'ngra takrorlang. Hozir eshitamiz buni. استمع إلى الكلمات الآتية ثم كرر. 1 صف. 2 أستاذ. 3 مبرات. 4 سبورة. 5 طاولة. 6 كرسي. 7 مقعد. 8 حقيبة. 9 كتاب. 10 دفتر. 11 ورقة. 12 قلم. 13 حاسوب. 14 ممحات. 15 مسطرة. 16 قلم رصاص. Demak, so'zlarni eshitib oldik. Bularni ma'nolari soffun sinf, ustazun ustoz, mibrotun qalamtarosh, ya'ni buni qalam chiqargich. Sabburatun doska, tovilatun stol, kursiyun kursi, maq'adun o'rindiq, haqibatun sumka, kitabun kitob, daftarun daftar, varaqatun varaq, qalamun qalam, hasubun kompyuter, mimhatun o'chirgich, misratun chizg'ich, qalamur rasos bu sharikli ruchka. Keyingisiga o'tamiz. Shahidi suvaral atiya, quyidagi suratlarni ko'ring. Thumma da' raqamal kalimati sabiqati fi makanil munasib, va munosib makonga o'tgan kalimalardan qo'ying deyapti raqamlarni. Ruchka, daftar, kitob, sumka, yuqorida o'tildi shu lug'atlar. Shularni yozib chiqamiz. Keyingisi da' kalimati sabiqati, o'tgan kalimalarni qo'ying. Fi makanihal munasib fil jadval, jadvaldagi munosib makoniga. Muzakkar, muannas. Yuqoridagi so'zlarni ko'ramiz. Soffun muzakkar, muannasmi? Albatta bu muzakkar, chunki unda muannaslik alomatlari topilgani yo'q. Ustaz, demak bu ham muzakkar. Mibrotun bo'lsa nima? Muannas bo'ladi, chunki unda muannaslik alomatlari bor. Ya'ni oxirdagi to'y marbuta.
va shu kabi qolganlarini ham oxirigacha mana bu jadvalga to'ldirib chiqamiz. Keyingisi sil baynal mufrad val jam' fi kalimatil atiya. Quyidagi kalimalarda jamni va birlikni orasini bog'lang. Mufrad va jam. Ustozni ko'pligi asatizatun, tovilatundiki tovilatun. Shu kabi qolganlarni ham bajarib chiqamiz. Ikkinchisi ma haza, bu nima? Istami' va qro. Eshiting va o'qing. Biz eshitib chiqamiz buni. استمع واقرأ. ما هذا يا يامن؟ لا أعرف يا أستاذ. هذا حاسوب. وما هذا يا زينة؟ وأنا لا أعرف يا أستاذ. هل تعرف يا كنان؟ هذا مقعد. أحسنت. وهل هذا قلم يا عاصم؟ لا، هذه طاولة. أحسنت يا عاصم. Demak, eshitdik. Buni tarjimasini o'zimiz qilib olamiz. Chunki bunda yangi lug'atlar yo'q, bemalol o'zingizlar qilsanglar bo'ladi. Keyingisi lahizat tarakib al-atiya. Quyidagi tarkiblarni mulohaza qiling. Muzakkar, muannas. Hada kitabun muzakkar, hazihi tawilatun muannas. Ma haza bu nima? Ma hazihi ham bu nima? Va endi hada kitabun, hazihi tawilatun. Bunda jins kategoriyalari tushuntirilgan. Muzakkarda qaragan bo'lsanglar, muannasdagi alomatlar yo'q. Ya'ni muannasda nima bor? Toy marbuta ko'zimizga ko'rinyapti asosan tawilatun. Mana bu yerdagi hal hazihi sa'a, shu sa'atundagi. Buni inshaalloh nahv qoidalarida o'rganiladi. Keyingisi tazakkir va lahizil farqa. Farqini mulohaza qiling deyilgan ekan. Man haza, haza murod. Man lil aqil. Man hazihi salma. Endi ma haza, haza kitab, ma hazihi tawila. Ma li g'oyril aqil. Ya'ni ikkisi ham bu yerda so'roq olmoqchi, man bilan ma ham. Lekin ularning farqi nima deyilsa, man bu oqil, aqlli kishilar uchun, oqillar uchun, endi ma bo'ladigan bo'lsa g'oyri oqil. Ya'ni Murod, Salma bu shaxslarning ismi. Kitob, mana bu tavila bo'lsa nima bular? Bular oddiy ism, so'z. Oqil emas. Demak, hech qachon biz man haza deganimizda haza kitob deb javob bermaymiz. Haza kitob javobi uchun nima savol bo'ladi? Man haza emas, balki ma haza bo'ladi. Endi uktubul javobal munasiba lil ibaratil atiya. Quyidagi iboralar uchun munosib javobni yozing. Ma demak madan keyin kelyapti nuqtalar. Bu yerga qo'yar ekanmiz. Haza hasub, bu kompyuter. Nimani qo'yamiz? Hazani qo'yamiz. Endi hal la haza ustoz. Mi qo'shimchasi bu hal. Yo'q, bu ustoz. Bu yerga ham o'zimiz qo'yib chiqamiz. Keyingisi tabaddali tarakiba sabiqati ma'a zamilak mustafidan min al-ashya'il mawjuda fi as-saf. Sinfdagi bor narsalardan foydalangan holda do'stingiz bilan o'tgan tarkiblarni yana dialog qiling. She'ri bilan qilinasizlar buni. Istaxdimil kalimatil atiya ma'a man, ma, man, hal. Shu qo'shimchalar bilan birga quyidagi kalimalardan foydalaning. Demak, bu dialog uchun kerak bo'lar ekan. Keyingisi hazihil haqibatu li. Bu so'mka meniki. Istami' ala hivaril ati thumma jib anil as'ilatil ati. Quyidagi iborani eshiting, so'ngra quyidagi savollarga javob bering. Buni demak eshitib chiqamiz. استمع إلى الحوار الآتي ثم أجب عن الأسئلة الآتية. والآن أريد أن أسأل إسحاق، ماذا معك؟ معي حقيبة. جيد، هذه اسمها حقيبة يا طلاب. وماذا في الحقيبة يا إسحاق؟ في الحقيبة كتاب وقلم رصاص ومبرأة. هل هذا كل شيء يا إسحاق؟ انظر جيدا، هناك أشياء أخرى يا إسحاق. عفوا يا أستاذ، لا أعرف اسمها. من يعرف اسمها؟ من؟
تفضل يا براق. هذه مسطرة. جيد. ولمن هذه الممحات؟ هذه الممحات لإبراهيم. وهل هذا الدفتر لك يا إبراهيم؟ نعم، هذا الدفتر لي. وهل معك ساعة؟ لا، ما معي. Demak, eshitdik. Endi savollarga javob berishimiz kerak. Hal haqibatul ibroq. Sumka Ibroqnikimi? Maza fil haqiba. Sumkada nima bor? Maza ma'a Ibrohim. Ibrohimda nima bor? Hal ma'a Ibrohim sa'a. Ibrohimda soat bormi? Demak, bularga o'zingizlar javob berasizlar. Hozir eshitgan matn orqali. Keyingisi istami' maratan ukhra, yana bir bor eshiting. Thumma kutub fil farog'il kalimatil munasib. Munosib kalimalarni bo'sh joylarga yozing. Demak, yana bir marta eshitamiz bu matnni. استمع إلى الحوار الآتي ثم أجب عن الأسئلة الآتية. والآن أريد أن أسأل إسحاق، ماذا معك؟ معي حقيبة. جيد. هذه اسمها حقيبة يا طلاب. وماذا في الحقيبة يا إسحاق؟ في الحقيبة كتاب وقلم رصاص ومبرات. هل هذا كل شيء يا إسحاق؟ انظر جيدا، هناك أشياء أخرى يا إسحاق. عفوا يا أستاذ، لا أعرف اسمها. من يعرف اسمها؟ من؟ تفضل يا براق. هذه مسطرة. جيد. ولمن هذه الممحات؟ هذه الممحات لإبراهيم. وهل هذا الدفتر لك يا إبراهيم؟ نعم، هذا الدفتر لي. وهل معك ساعة؟ لا، ما معي. Demak, buni ham eshitdik. Mana bu nuqtalar o'rniga eshitganimizni yozamiz. Lahiza tarokiblatiya quyidagi tarkiblarni mulohaza qiling. Muzakkar va muannas, yana o'sha jins kategoriyasi. Maza ma'ak, senda nima bor? Ma'i haqiba, menda sumka bor. Endi muannasga nisbatan maza ma'ak emas, maza ma'aki. Ka bo'lmaydi, ki bo'ladi endi. Ma'i haqiba, menda sumka bor. Shu kabi qolganlari. Endi maza fil haqiba, sumkada nima bor? Fil haqiba kitob, sumkada kitob bor. Ana ma'i, anta ma'ak, anti ma'aki, huwa ma'hu, hiya ma'aha. Ana degan ya'ni men, li, anta laka, anti laki, huwa lahu, hiya laha. Uktubi su'ala val javab al munasiba lil ati. Quyidagilar uchun munosib javob va savolni yozing. Ma'hu qalamun va daftarun. Unda qalam va daftar bor. Demak, bunga savol nima bo'ladi? Unda nima bor? Maza ma'hu. Qolganlarini ham shu kabi yozib chiqasizlar. 3tasiga savol, 3tasiga javob. Do isharatu sahih amamal ashya'il mavjuda ma'ak. Senda bor narsalar oldiga to'g'ri ishorasini qo'y. Demak, bu har bir shaxs uchun har xil bo'ladi. Ya'ni sizda nima bo'lsa, o'shani tagiga mana bu to'g'ri belgisini qo'yib chiqasiz. Tabadali tarakib al-atiya ma'a zamilak. Do'stingiz bilan quyidagi tarkibni almashtiring, dialog qiling. Mulohaza istaxdim al-ashya allati hawlaka. Ya'ni o'zingizning oldingizdagi narsalardan foydalaning. Hawlak. Maza ma'ak, senda nima bor? Ma'aka yoki ma'aki. Ma'aka bo'lsa muzakkar, ma'aki bo'lsa muannas. Ma'i va davom ettirib ketasiz. Unzur ila suwar al-atiya, suratil atiyati, thumma sif li zamilika al-ashya allati tushahiduha fiha. Quyidagi suratlarga qarang va so'ngra o narsalarni, shunday narsalarki, rasmda ko'rgan suratlaringizni do'stingiz uchun sifatlang. Fi surati, suratda nimalar bor? Shularni sifatlab berasiz. Keyingisi unzur ila suvarlati summa tabadal ma'a zamilak ila salatilati. Quyidagi savollarni do'stingiz bilan birga dialog qiling. Deyilyapti ekan. Hal ma'a, unda bormi? Nimadir? O'zingizlar so'raysizlar. Na'am yoki la yoki laysa ma'a, unda yo'q. Shu kabi. Demak, darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu darsimizdan chiqqan yangi lug'atlarni Telegram kanalimiz, ya'ni Yusuf Akademiyaga joylab qo'ydik. Inshaalloh ko'rib olishlaringiz mumkin. Ma'assalama, ila liqa.